Xo'p, oldingi darslarda sizlar bilan ko'rib chiqqanmiz. Sizlar mana a qo'shilgan a nimaga teng bo'ladi? 2a ga teng bo'ladi. A qo'shilgan a bo'lsa, 3 ta bo'lgani uchun 3a. A qo'shilgan a qo'shilgan a qo'shilgan a qo'shilgan a. 5 ta bo'lgani uchun 5a. Endi b bo'lsin misol uchun b qo'shilgan b qo'shilgan b qo'shilgan b. 4b. X qo'shilgan x qo'shilgan x qo'shilgan x masalan 4x. Hokazo ketaveradi. Endi n ta qo'shiluvchi bo'lsin. Masalan a qo'shilgan a qo'shilgan a qo'shilgan a qo'shilgan a. Mana shu yerda a'larimiz soni n ta. Bu bo'ladi n ko'paygan a. Endi xuddi shunaqa tartibda faqat plyuslarni o'rniga ko'paytirib qo'ysak nima bo'ladi? A ko'paygan a. Demak, nechta a bor? 2 ta a bor. A ning ikkinchi darajasi bo'ladi. Yoki a ko'paygan a. Nechta a bor? 3 ta. Demak, a ning 3-chi darajasi bo'ladi. X ko'paygan x. Demak, x ning ikkinchi darajasi. X ko'paygan x ko'paygan x ko'paygan x. Demak, 4 ta bo'lgani uchun x ning 4-chi darajasi. Y ko'paygan y ko'paygan y. Demak, 3 ta bo'lgani uchun y ning 3-chi darajasi. B ko'paygan b ko'paygan b. B ning 3-chi darajasi. Faqat harflar bilan emas, sonlar bilan ham xuddi shu narsa amal qiladi. 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2. Demak, 2 ning 3-chi darajasi. 5 ko'paygan 5. 5 ning 2-chi darajasi. 10 ko'paygan 10 ko'paygan 10 ko'paygan 10. 10 ning 4-chi darajasi. Demak, umuman olganda endi n ta a ni ko'paytiradigan bo'lsak, nima bo'ladi? Mana bu yerda n ta bo'lgani uchun ko'paytiruvchilarimiz soni a ning n-chi darajasi bo'ladi. Xo'p, a ni n-chisi. Bu nima? Mana bu n daraja yoki daraja ko'rsatkichi deb aytiladi. Mana bu a esa asos yoki asos ko'rsatkichi deb aytiladi. Endi butun ko'rsatkichli darajani xossalari haqida gaplashamiz. Butun ko'rsatkichli darajamizda nechta xossasi bor? Xo'p, bunda 7 ta xossasi bor. Xossalarni ko'rib chiqishni boshladik. Demak, birinchi xossasi asoslari bir xil bo'lgan ikkita sonni yoki ifodani bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, buni asoslari bir xil bo'lgani uchun o'sha asosini o'zi yoziladi va darajalari bir-biriga qo'shib yoziladi. Bu birinchi xossasi. Xo'p, bunga endi misol yozaylik. Deylik mana a ning kvadrati ko'paygan a ning kubi. Bu aytganimizdek darajalar bir-biriga qo'shiladi. 2 ga 3 qo'shadigan bo'lsak, a ning 5-chi darajasi. Yoki x ning 10-chisi ko'paygan x ning 3-chisi. Asos o'zgarmaydi, o'zi yoziladi. Darajalar bir-biriga qo'shiladi. 10 qo'shilgan 3. Demak, 13-chi darajasi. Y ning kvadrati ko'paygan y ning 5-chisi. Demak, y ning 2 plus 5-chisi bo'ladi-da 7-chi darajasi. Faqat sonlar harflar bilan emas, balkim sonlar bilan ham xuddi shunaqa. 10 ning kvadrati ko'paygan 10 ning masalan 4-chisi. 2 plus 4 bo'ladi-da 10 ning 6-chi darajasi. Yoki 3b ning kvadrati ko'paygan 3b ning masalan 5-chi darajasi. 3b ning 2 plus 5-chi darajasi bo'ladi. Ya'ni 3b ning 7-chi darajasi. Bu birinchi xossamiz edi. Endi ikkinchi xossasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi xossasi xuddi shunga o'xshaydi, faqat ko'paytiruvning o'rnida bo'luv bo'ladi. A ning n-chi darajasi bo'lingan a ning m-chi darajasi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, agar orasidagi chora ko'paytiruv bo'lsa, bularni bir-biriga qo'shdik darajalarini. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, ana endi bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'lganimizda darajalari bir-biridan
ayrilib ketadi. A ni n'inchisi bo'lingan A ni m'inchi darajasi bu A ni n minus m'inchi darajasiga teng. Bunga misol yozadigan bo'lsak, B ni 10-chisi bo'lingan B ni 3-chisi. Hop, B ning 10 minus 3 darajasi, ya'ni B ni 7 darajasi bo'ladi. X ning 20 darajasi bo'lingan X ning 5 darajasi. 20 minus 5 15 daraja. Hop, Y ning 100 darajasi bo'lingan Y ning 20 darajasi. 100 ayrilgan 20. Demak, nima bo'ladi? 80 daraja bo'ladi. Bu sonlar uchun ham xuddi shu qoida o'rinli. Masalan, 32 ning 47 darajasi bo'lingan 32 ning 13 darajasi bo'lsa, 32 ning darajasida 47 ayrilgan 13. Demak, 32 ning 47 dan 13 ayiradigan bo'lsak, 34 darajasi paydo bo'ladi. Bu ikkinchi xossa. Xo'p, ana endi uchinchi xossasini ko'rib chiqamiz. Uchinchi xossasi A ni n'inchi darajasining m'inchi darajasi. Ya'ni qavsli bo'lganda qanaqa bo'ladi? Qavsli bo'lganda qavs ochadigan bo'lsak, darajalar, ya'ni n va m sonlari bir-biriga ko'paytiriladi. A ni n'inchi darajasining m'inchi darajasi bu A ni n ko'paygan m'inchi darajasiga teng bo'ladi. Bunga ham bitta misol ko'radigan bo'lsak, masalan 2 ning 3 darajasining 4 darajasi. Bu 2 ning 3 ko'paygan 4 darajasi bo'ladi. Ya'ni 3 kere 4 bu 12. 2 ning 12 darajasi. X ni 5 darajasining 3 darajasi. 5 ko'paygan 3 bo'ladi va X ni 15 darajasi. Y ni 10 darajasining 4 darajasi. 10 ko'paygan 4. Y ning 40 darajasi. Yoki bo'lmasam 5b ning kvadratining kubi. Demak, 5b ning 2 kere 3. Ya'ni 6 darajasi bo'ladi. Yo'q. Qavsdan chiqarmaymiz. Mana shu holida qoladi. Demak, 4-xossasi endi. Ko'paytmaning darajasi bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ko'paytmaning darajasi bo'ladigan bo'lsa, qavs ochganimizda bu n har bitta ko'paytuvchiga tegishli bo'ladi. Ya'ni A ning n'inchi darajasi ko'paytirilgan B ning n'inchi darajasi bo'ladi. Xo'p, bunga misol yozadigan bo'lsak, masalan, A ko'paygan B ning kubi. A ning kubi ko'paygan B ning kubi. Yoki bo'lmasam X ko'paygan Y ning kvadrati. X ning kvadrati, Y ning kvadrati. Xo'p. Yoki 3 ko'paygan 5 ning kubi. 3 ning kubi ko'paygan 5 ning kubi. Xo'p, yoki bo'lmasam 10 ning 4-chisi. Biz xohlasak 10 ni 2 ko'paygan 5 deb yozib oladigan bo'lsak, o'shanda bu 2 ni ham 4-chisi, 5 ni ham 4-chisi bo'ladi. Xo'p, ana endi biz mana bu 3 va 4-xossalarni birgalikda ishlatishimiz mumkin. Qanaqa qilib desanglar, A kvadrat B kubning masalan kvadrati bo'lib qoladigan bo'lsa, ham qavs ichida daraja bor, ham qavs tashqarisida daraja bor. Qavs ichida ikkita ifoda bir-biriga ko'paytirilyapti. 3 va 4-xossalarga to'g'ri kelyapti. Bunda nima qilamiz? Xo'p, ham 3-xossadan foydalanamiz. Qavslarni ochganda darajalarni bir-biriga ko'paytirib olamiz. Ham 4-xossadan foydalanamiz. Mana bu kvadratni har biriga alohida yozamiz. A ni kvadratining kvadrati bo'ladi, B ni kubining kvadrati bo'ladi. O'shanda bu A ning 4-darajasi, bu B ning 6-darajasi bo'ladi. Xuddi shunaqa, masalan x kvadrat y kub z5 ning masalan kubi. Shunda bu x kvadratning kubi, hop, y kubning kubi hamda z5 darajasining kubi bo'ladi. Ular orasida nima bor? Yozilmasa ham ko'paytiruv bor. Qavsdan ochamiz. X ning 6-darajasi, y ning 9-darajasi va z ning 15-darajasi bo'ladi. Demak, tushunarlimi?
beshinchi xossamiz. Xo'p, beshinchi xossa qanaqa bo'ladi? Beshinchi xossa xuddi mana shuni endi ko'paytiruv emas, balkim bo'luv bo'lgan varianti, ya'ni kasrli varianti desak ham bo'ladi. A taqsim B ning n'inchi darajasi. Xuddi mana shunga o'xshaydi. Mana bu 4-xossamizga o'xshaydi. Suratiga ham, mahrajiga ham ta'sir qiladi mana bu n'imiz. Demak, A ning ham n'inchi darajasi, B ning ham n'inchi darajasi bo'ladi. Endi xuddi shunga doir misollar ko'ramiz. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun. Deylik, mana 2/3 ning kubi. Demak, bu 2 ning ham kubi bo'ladi, 2 ning ham kubi, 3 ning ham kubi bo'ladi. 2 ning kubi bu 8, 3 ning kubi esa 27. Hisoblab qo'yamiz. Yo bo'lmasam A taqsim B ning kvadrati. Demak, bu A ning ham kvadrati, B ning ham kvadrati. X ko'paygan Y taqsim Z ning kubi. X ning kubi, Y ning kubi va Z ning kubi. Endi qavs ichidagi ifodalarimiz daraja qatnashgan bo'lsa-chi, A kvadrat B kub taqsim S ning kvadrati bo'lsa. Unda mana bu 5-chi hamda 3-chi xossalarni birgalikda qo'llab yozamiz. Xo'p, A kvadratning kvadrati bu A ning 4-chisi, B kubning kvadrati bu B ning 6-chisi bo'ladi va S ning kvadrati. Ana endi bu xossa ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi 6-chi xossamiz. 6-chi xossasi bu shu paytgacha yozgan xossalarimiz ichidagi eng osonlaridan biri. Qanaqa deydigan bo'lsa, A ning 0-chi darajasi. Faqatgina bitta sharti bor. Bu yoqda A miz 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Xo'sh, 0 dan farqli har qanday sonning 0-chi darajasi bu 1 ga teng. Xoh ildizli son bo'lsin, xoh manfiy bo'lsin, xoh kasrli bo'lsin, xoh butun bo'lsin, farqi yo'q. 0 dan farqli har qanday sonning 0-chi darajasi bu 1 ga teng. Masalan, yozamiz. 2 ning 0-chi darajasi 1. Minus 5 ning 0-chi darajasi 1. 4 taqsim 7, ya'ni kasrli sonning 0-chi darajasi 1. Ildizli sonning 0-chi darajasi 1. O'nli kasrda 0-chi darajasi 1. Xullas, ixtiyoriy sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. Faqat 0 dan farqli bo'lishi kerak u sonimiz. Va oxirgisi 7-chi xossamiz. Bu ham unchalik qiyin emas. Shu xossalarga o'xshab ketadi. Faqat endi bunda darajasi manfiy bo'lib qolsa nima qilamiz? Ya'ni A ning minus n'inchi darajasi. Xo'p, A deganimiz o'zi aslida mahrajida bizga ko'rinsa ko'rinmasa bir joylashgan. Mana shuni minus n'inchi darajasi. Ana endi biz mana bu minus n ni plus n ga aylantirish uchun nima qilamiz desa, mana bu kasrimizni surati va mahrajini joyini almashtirib qo'yamiz. 1 taqsim A ning n'inchi darajasi bo'ladi. Bu degani 1 ning ham n'inchi darajasi, A ning ham n'inchi darajasi. 1 ning har qanday darajasi bu 1 ga teng. Demak, 1 taqsim A ning n'inchi darajasi. Endi bu kasrli bo'lsa ham xuddi shunaqa. Masalan, A taqsim B ning minus n'inchi darajasi bo'lsa, buni B va A ni joyini almashtiradigan bo'lsak, bu plus n bo'lib o'zgaradi. Xo'sh, bunga doir ham misollar ko'rib chiqamiz. Masalan, 3 ning minus 2-chi darajasi. 3 degani bu aslida 3 taqsim 1. 1 va 3 ni joyini almashtiramiz. Shunda 2-chi daraja bo'lib qoladi. 1 ning kvadrati 1, 3 ning kvadrati 9. Yoki bo'lmasam 4 taqsim 3 ning minus 2-chisi. Bu 3 taqsim 4 ning 2-chisi bo'ladi va 9 taqsim 16. Xo'p, harfli ifodalarda ham xuddi shunaqa. Masalan, x taqsim y ning minus 2-chisi bo'lsa, bu y taqsim x ning 2-chisi bo'lib qoladi. Ya'ni y kvadrat taqsim x kvadratga teng. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu joyimizda mavzuni tugatamiz. Shu va shunga o'xshagan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.